Xullas, Telegramni bussa bo'lar ekan. Qaytaraman. Telegramni bussa bo'lar ekan. Bu qilgan ishingiz uchun Telegramda hattoki rahmat ham eshitar ekansiz. O'zi muammo nimadan boshlandi? Kecha borib o'zi bitta telefonimda sim kartani esimga o'tkazishim kerak edi va modem olishim kerak edi. Chunki Ucellga bordim, hammasini qildim va bitta nomer kerakligi esimga tushib qolgan edi, qo'shimcha nomer. Nomer yoqtirdim, hammasi zo'r, Ucelldagilar tabriklashyapti. Lekin ne ko'z bilan qarayki, Telegram kiraman desam, kimdir registratsiya qilib qo'ygan bu nomerni tutgan ekan bundan oldin va parol qo'yib qo'ygan. Nima qilish mumkin? SMS yubora olmaydi, faqat boshqa ishlatayotgan Telegramga kirganda o'sha yerdagi kod parolni aytganyapti. U kod parolni aytsam, menda u Telegramga dostуп yo'q. Lekin Telegramni o'zi chiroylikgina podskazga qoldirgan ekan. Shu podskazga bo'yicha qildim deb 5 minutga ham bormasdan Telegramdan hattoki rahmat eshitib, o'z Telegramimni vasdaniyat qilib oldim. Ya'ni o'zimning qo'limdagi nomerga Telegramni qaytib ochib oldim. Buni qanaqa bilish xolismi? Uning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying va yurakchan qizartirib qo'ying. Bu haqida men to'liq video gayd qilaman deb birinchilardan bo'lib sizga ko'rsataman shunda. Ko'rishguncha